Ha, avariya stop basma. Gitdimi? Tezroq variantini so'rab o'rganlar uchun NX'dan skroson darvozamiz. İşlashlar tez yana, açilishi ham, beklanishi ham tez. Mana komplektinde yana o'zida sensor datchiklar ham bor. Beklanayotgan vaqtda eldan chiqsangiz avtomatik ochib beradi o'zi. Bu hamda yana ichamdan boshqaradigan funksiyalar ham bor. Shitlari. Beklaysiz, xalasangiz stop, xalasangiz avariyaning knopkalari ham bor. Keyin banda eshikli variantini so'rab o'rganlar uchun. Darxan firmasidan. Eshik ham ko'p bo'ladi bunga aynan. Bu mena security datchiklari bor, avtomatik o'zi tortib oladi eshikni. Keyin bu eshikning yana bir funksiyasi bor yana. Bu yerda datchiklari bor, o'zi eshikning o'ziniki bor. Eshik sal ochib qolsam, ochilmaydi darvozamiz. Eshikni ochasiz, to'xtaydi. Keyin bu anda undan tashqari beklanayotgan vaqtida xavfsizlik sensor datchiklari ham bor. Bu yerda ham yana mosh ishlangan rezinkalar bor. Sovuq o'tmaydi bu darvozamizdan. Açılışları. Keyin svet yo'q vaqtida yana rusni ishlatadi. O'sha ipini bir tartasaz, rusni holatini o'tadi bu yana. Bemalol yengil bo'ladi. Ochilib beklanishlar ham yengil. Yengil ishlaydi. Avtomat o'tacak vaqtda o'sha ipini yana bir tartib berasiz, avtomat o'tadi. Keyin banda demir darvozalar avtomatika so'rab o'rganlar uchun. Bu demir darvozaning o'zi ham bor, avtomatikasi ham bor. Bu italyanskiy Fak firmasidan. 5 so'mni ishlaydi. Korpuslar ham alyumin. Bu anda mena buni sensor datchiklari bor. Buni yana bir funksiyasi bor. Bu deshan tarafidan mashina sajin bo'ladigan bo'lsa, mashina deyib avtomatik o'zi beklanadi. Banda mena banda ichamdan boshqaradigan nalari bormi, kilitlari birdan ham ochib qo'ysa bo'ladi. Doполнительный kulchatram ko'p bo'ladi. Keyin banda Turkiyaniki bor. Alisher firmasidan. Buni ham bir 5-6 xil profili bor. Bizda az profillarni ham ko'rsatib o'tamiz. Banda yana profillar. Keyin откатный darvozalari profilni avtomatika so'rab o'rganlar uchun Fak firmasining italyanskiy brend bor. Bunda yana Fak firmasini budjetliroq varianti. Откатный вороtaniki. Распашный откатный gitara hammasidan bor avtomatika. Bunda yana Alisher firmasini iç penali profilimiz bu. Alyumin bo'ladi buniki. Bunda yana demir metallisi. İç penali demir metal. Bunda alyumin. İç penasiz. Bu 4 metr joylar qo'yiladi bu. Bunda yana Belkan profilimiz. Bu sal kraskalari boshqacharoq bo'ladi bu. Alishernikiga qaraganda. Bu NX profilimizning berilgan yana rezinkalar ham bor. İçan tarafında addenli chotkalar ham bor. Hozir profilni yaqinroqdan ko'rsatib beramiz.